Assalomu alaykum do'stlar, 8 bit kanaliga xush kelibsizlar. 2026-yil 25-fevral kuni San-Fransiskoda Samsung kompaniyasining Galaxy Unpacking degan taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu taqdimotda muxlislar tomonidan eng ko'p kutilgani bu Galaxy S26 seriyasi bo'ldi. Bugun biz ushbu seriya haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Samsung kompaniyasi ushbu taqdimotda o'zini smartfonlardan tashqari Galaxy Buds Store va One UI 8.5 operatsion tizimini ham taqdim etdi. Biz bularga to'xtalib o'tirmaymiz, birato'lasi hammaga qiziq bo'lgan Galaxy S26 seriyasi bilan tanishib o'tamiz. Galaxy S26 ushbu seriyaning eng bazaviy modeli bo'lishiga qaramay, u o'tgan yilgi S25 ga qaraganda juda ham kuchli bo'lib chiqdi. Uni xarakteristikasi bilan tanishishingiz mumkin. Ekran ozgina kattalashdi, 6.2 dyuymdan 6.3 dyuym bo'ldi. Batareya hajmi ham 300 mAh ga kattalashdi. Eng e'tirof etishimiz kerak bo'lgan narsa bu protsessor. Protsessor 2026-yilda eng kuchli mobil chiplardan deb atashimiz mumkin. CPU 19% ga, MPU 39% ga tezroq. Ikkinchi modelimiz Galaxy S26 Plus. Bu standart va ultra o'rtasidagi ideal tanlov. Katta ekran, katta batareya. Snapdragon 8 Elite Gen 5. S26 bilan bir xil chip. S25 Plus bilan solishtirganda ekran o'lchamlari bir xil, lekin bitta o'zgarishi bor. Bu Quad HD display S26 Plus da ham bor. O'tgan yilgi S25 Plus da faqat Full HD display edi va endi Galaxy S26 Ultra. Galaxy S26 Ultra'ni biz bemalol 2026-yilda eng kuchli, eng aqlli, eng texnologik telefonlardan biri deb atasak bo'ladi. Samsung bu safar rostdan ham tarixiy yangilik kiritdi. Hech qaysi smartfonlarda shu paytgacha bo'lmagan Privacy Display funksiyasi. Ya'ni smartfon displeyini yon tomonidan ko'rinishini cheklab qo'yadi. To'g'ri, oldin qanaqadir steklo nakleykalar bilan biz buni qilsak bo'lardi, lekin aynan smartfonni displeyini o'zida bunaqa funksiya hali tarixda bo'lmagan edi. Buni bemalol juda ham katta yangilik deb atasak bo'ladi. Agar bu funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsa, yon atrofimizdagi odamlar bizani ma'lumotlarimizni o'qib olishidan xavotir olmasa ham bo'ladi, chunki yon tomondan hech narsa ko'rinmaydi. Faqatgina to'g'ridan o'zimizga ko'rinadi xolos. Ushbu smartfonning xarakteristikasi bilan tanishib o'tsanglar bo'ladi. Endi navbat smartfonning kamerasiga. Kamera 200 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlangan. Diafragma o'tgan yili 1.7 edi, bu safar 1.4. Bu degani 47% ko'proq yorug'lik o'tkazadi kamerasi. Tungi videoda ham smartfon o'zini his qilishi yanada yaxshilashgan, zernolar kamayadi, yorug'lik kuchayadi. Bu degani smartfon kechqurun ma'lumotlarni juda ham yaxshi qabul qila oladi. Telefoto linzamizda diafragma 2.9 bo'ldi. Bu degani o'tgan yilgiga nisbatan 37% ko'proq yorug'lik o'tkazadi ushbu linzamiz. Taqdimotda kompaniya vakillari Samsung kompaniyasining kamerasini stabilizatsiyasini alohida maqtab o'tishdi. Ya'ni bilsanglar, iPhone bilan solishtirganda Samsungning stabilizatsiyasi ancha slabroq edi va kompaniya vakillarining aytishi bo'yicha bu yil ular bemalol iPhone bilan raqobatlasha oladi. Bundan tashqari smartfonimiz 60 wattli zaryadlash funksiyasiga ega bo'ldi, ya'ni 60 wattda smartfon zaryadga ola oladi. Bu degani telefon tezroq zaryadga oladi degani. Bundan tashqari Samsung o'zini smartfoniga integratsiya qilingan sun'iy intellekt funksiyalarini ham namoyish etdi va tan olish kerakki, Samsung o'zini operatsion tizimida sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan smartfonlarning orasida juda ham yuqori pog'onalarda boryapti va uni sun'iy intellektlari juda ham aqlli qolgan konkurentlarga nisbatan. Bulardan Gemini 3 aytishimiz mumkin. Gemini 3 sizni smartfon ishlatayotganingizda eng yaxshi assistentingiz bo'ladi. Sizni vazifalaringizni tahlillab, sizni qilayotgan ishlaringizni o'zi analiz qilib, sizga juda ham katta yordam beradi. Undan tashqari notanish raqamlar, ya'ni moshinniklar telefon qiladigan bo'lsa, sun'iy intellekt uni o'zi aniqlab, ularni blok qilib qo'yadi. Ya'ni sizga qanaqadir shubhali spam raqamlardan telefon qilishadigan bo'lsa, telefon buni real vaqtda o'zi aniqlab, ushbu raqamlarni bloklaydi. Endi narxlar bilan tanishib o'tamiz. Galaxy S26 eng minimal versiyasi $899 boshlanadi. Galaxy S26 Plus $1099, Galaxy S26 Ultra $1299. Yangi taqdim etilgan quloqchinlar Galaxy Buds Store $179, Galaxy Buds Store Pro $249 sotiladi. Oldindan buyurtma, ya'ni predzakazlar 25-fevraldan уже ochilgan. Smartfonning rasmiy chiqish sanasi 11-mart 2026-yil. Ranglarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana ranglarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xullas, smartfon shunaqa yangiliklarga ega. O'tgan yilga qaraganda uni dizaynida juda ham katta o'zgarish bo'lishiga qaramasdan, asosiy fokusi ishlab chiqaruvchilar sun'iy intellektga, ya'ni telefonni operatsion tizimiga qaratishdi va bu o'zini oqlaydimi yo'qmi, buni endi ishlatish jarayonida bilib olamiz.
Sizlarga Galaxy S26 seriyasi yoqdimi, yoqmadimi, S26 seriyasidan qaysi modeli sizlarga yoqdi, shularni izohlarda yozib o'tinglar. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Galaxy S26 Ultra'ni to'liq obzor qilib, uni kameralari, yangi funksiyalari haqida to'liq video qilamiz. Shunchaki izohlarga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.